Hello guys, kelinglar bugun birga sizlar bilan quick grocery shopping qilamiz. O'zimcha qani mana normalniy odamlarga o'xshab uyda ovqatlanaychi dedim. Hozirgina ochib qarasam, hech nima qolmabdi. Shuning uchun davaysi sizlarni ham o'zim bilan birga olib boraman. Qo'limdan kelgancha. Mana shu spiskdagi narsalarni men sotib olishim kerak. Undan tashqari nimadir agar esimga tushib qolsa, uni ham sotib olaman. And you know guys, the thing is, menda mashina yo'q. O'shaning uchun men bittada ko'p narsa sotib ola olmayman. Eng zarur narsalarni olib kelishga harakat qilaman. Qaysi biri yengilroq, kichkinaroq bo'lsa. Так что let's go. Aytgancha eng kerakli narsani esimdan chiqarishimga ozgina qoldi. Va bu my wallet. Uyimga eng yaqin bo'lgan supermarketga ketyapman. Exactly meni uyimdan 5 minut, 5 minutlik peshkom yurish kerak. Короче, guys, men ko'chaga chiqishim yomonda. Hamma joyda tanishlar ko'rib qolaman. Hozir bitta universitetdan tanishim ko'rib qoldim. Mana, davay senga yordam berib yuboraman dedi. O'shaning uchun o'sha bilan birga keldim. Hozir yonga o'tdim, shtab men vlog olib turdim. Shunga men video записать qilib olishim kerak deb. Mana hozir men sizlarga nimani ko'rsataman o'zi, marketda o'zim, supermarketda. Mana uyimga eng yaqin mati shu. Обычно men shu yerga kelaman, вот. Bilasizlar, men hozir bolgarskiy oldimda. Yonimdagi tanishimga aytayapman, sen bilarmiding, что bolgarskiyni ham qiz bolasi, o'g'il bolasi bor. Qaysi biri eng shirinligini ham shundan bilib olsa bo'ladi. Agar bilmasalaring, men sizlarga hozir aytaman-da. Bolgarskiyning orqasiga qaraganlaringda 3 tali, 4 tali bo'ladi. O'sha agar 3 tali bo'lsa, bu o'g'il bola degani. Nimasi? 4 taligi bu qiz bola. O'sha qiz bolasi va shu o'zini esalarini ham takoy snack qilib yeyishgan retseptzo. Shunga hozir men bitta sariq, bitta qizilidan oldim. Bayt endi avokado olamiz. Bilasizlarmi, qanaqa tanlash kerak avokadoni? Men o'rtog'im bilan birga yashaganimda menga o'rgatgan. Короче, qancha rangi to'qroq bo'lsa, o'sha pishgan bo'ladi. Rangi ochlar, qattiq bo'ladi. Tost qilib turganda, например, bizga to'qrog'i kerak. Bilasizlarmi, guys, shunaqangi o'zimni cringe, weird his qilyapman, chunki birinchidan odamlar qarayapti, ikkinchidan u tanishim ham bor. U aytayapti, nabarat bor, olib kel videoyinida, xo'p dedim, olib kelaman dedim. Shunga hozir men anaqa grechskiy yogurt ko'rgani keldim. Oldim ham. Eng kam kaloriyaligini oldim, chunki kamroq kaloriya bo'lsa shuncha yaxshi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu sectionda ekan, grechskiy yogurtlar. Mana bu zelenoysi bilan голубой bor ekan. Zelenoysida adashmasam kamroq kaloriyada, o'shaning uchun men shuni oldim. Shu yerda ko'rsalaring bo'ladi. Hozir men non olishim kerak edi. Men yaxshi ko'rgan non, har doim oladigan non qolmabdi. Shuning uchun menimcha boshqa magazinga boramanmi, ko'ramiz. Chunki men boshqasini uncha yoqtirmayman. Shu sectionda bo'lardi, bu nima oladigan non yo'q ekan. Qo'ychi korzinamdan ko'rishlaring mumkin. The girl is trying to eat healthy. Men shu sectionda tezligina takoy skip qilamiz. Поэтому let's go. Aytsam, o'zim xohlaganda kadrlar qila olmadim, chunki haligacha men слишком sotsiofоб ekanman. Odam ko'p bo'lmasa ham o'zimni qanaydir yomon his qilmadim. Слишком shy bo'ladi-ku, uyatchan his qildim. Уже yopilyapti ekan ham supermarket. Вообще, o'zi ertalab kelgan yaxshi ekan, chunki ko'p narsalar qolmabdi ham. Короче, quick grocery is done. Qilib oldim. Вообще-то o'sha tanishim ko'rib qolganim juda ham yaxshi bo'pti. Hozir shuncha og'ir narsalarni olib ketvardim. Ammo olib ketmayapman. Даже supermarket ham o'sha mana yopildi. Yaxshi ulgurdim. Zato endi ertaga zavtrak qilaman. Normalni. Chunki oxirgi paytda juda ham ko'p, почти что hamma ovqatim ko'chadan. Hamma narsani ko'chadan yeyapman. Uyda ham yeb turish kerakligi esimga tushib qoldi. Men shu avgust oyiga o'zi как бы meni goal bo'lgan menda ko'proq yaxshiroq ovqatlanish, uyda ovqatlanish. Shunaqa gaplar. Men non olgani keldim. Men shunaqangi baget topdim. Короче, bo'lib berishar ekan. Shuni oldim. Bu yerda har xil boshqa yana narsalar bor. Men shu nonni oldim. Menga bo'lib berishdi. Kusochiklarga. Endi ertaga zavtrak qilamiz.